Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan XNext brokerdan ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olamiz. Do'stlar, ro'yxatdan o'tish mana shu brokerning havolasini video tagida qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib olish uchun birinchi qatorga sizlar counter degan joyga O'zbekiston davlatini tanlab qoldirasiz. Bu yerga mana O'zbekiston desangiz kelib chiqadi va o'zingizda email pochtangizda va bu yerda parol yozasiz. Parol 8 tadan 15 tagacha bo'lsin. Katta harf, mayda harf hamda turli xil belgilarni tanlab qoldirib, do'stlar, keyingi bo'limda bizda mana bunday bo'limga olib o'tadi. Biz bu yerda real akkaunt tanlab qoldiramiz. Bizning qiladigan ishimiz verifikatsiyadan o'tish. Verifikatsiyadan o'tish uchun mana complete profil degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz va hozir sizlar bilan birgalikda verifikatsiyadan o'tib olamiz. Do'stlar, verifikatsiyadan o'tish uchun birinchi navbatda o'zingiz email pochtangizni tasdiqlab olasiz. Ikkinchi navbatda esa telefon raqamingizni tasdiqlab olasiz. Uchinchi navbatda esa o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritib olasiz. Hozir mana get started now degan tugmani bosib email pochtamizni tasdiqlab olamiz. Do'stlar, sizlar Telegram ochilgan telefon nomeringizni yozing. SMS Telegramga kod bo'lib boradi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Men Telegramga kelgan kodni kiritib oldim. Endi keyingi navbatda biz hozir shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritamiz. Complete now degan tugmani bosib, hozir bu yerda biz o'zimizning ismimizni, hamda familiyamizni, hamda bu yerga tug'ilgan oy sanani va tug'ilgan kun va sizlar o'zingizda shaxsiy misol uchun turadigan joyingizni tanlaysiz. Misol uchun qaysi viloyat va shaharni yozib, continue degan tugmani bosib, keyingi bosqichga o'tib olamiz. Do'stlar, keyingi bo'limda hozir bizga savollar beriladi. Mana shu savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda aytib o'tyaptiki, bizda akkaunt ochishdan maqsad nima deyapti. Bu yerda biz investment deb tanlab qoldiramiz. Keyingisida ham misol uchun turli xil savollar beriladi. Bularga ham misol uchun javob berasiz. Va bu yerda savollar berilyapti. Biz hozir bizdan kasbimizni so'rayapti. Bu yerdan misol uchun engineering deb qo'yasiz endi. Va bu yerda do'stlar sizdan aytib o'tyaptiki, ya'ni balansingiz qancha deb so'rayapti. Bu yerda mana 20 mingdan 50 minggacha yoki tanlab qoldirasiz. Bu yerda kasbimizni so'rayapti. Student deb qo'yamiz. Student bo'lmasangiz ham tushunsangiz bo'ladi. Bu yerda mana 50 daromadingiz qancha deyapti. Misol uchun 20 mingdan 50 minggacha yoki 50 mingdan 100 minggacha. Sizda shunaqa balans bo'lmasa ham shunaqa deb qo'ying. Misol uchun men qo'ydim. Keyin bu yerda aytib o'tyaptiki, siz 3 yil davomida qancha misol uchun trading qilgansiz deyapti. Bu yerda mana 100 ta kod deb qo'yasizlar. Va aytib o'tyaptiki, sizlar bir haftada qancha vaqtlaringiz sarflaysiz deyapti. Mana shu trading sohasiga deyapti. Bu yerda biz 4-12 soat tanlab qoldiramiz va bu yerda yillik misol uchun qancha pul kiritishga tayyorsiz deyapti. Bu yerda mana 50% dan ko'proq deb qo'yasiz. Endi shunaqa bo'lmasa ham shunaqa deb ro'yxatdan o'tasiz. Bu yerda mana sizlar bu yerda kriptovalyuta hamda forex tanlab qoldirasiz va continue degan tugmani bosib olasiz. Bu XNext'da qayerdan eshitdingiz deyapti. YouTube'dan deb tanlab qoldirasiz va keyingi bo'limga o'tamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir to'liq bo'lmasa ham verifikatsiyadan o'tdik. Endi biz misol uchun bir kunda 2000 dollargacha pul kiritib misol uchun ishlasak bo'ladi. Agar to'liq verifikatsiyadan o'tmasangiz, mana verifikatsiya identifikatsiya now degan tugma bor. Submit document degan tugmani bosib, hozir qarang. Sizlarda agar pasport bo'ladigan bo'lsa, pasport yoki ID karta bo'lsa, ID kartani misol uchun tanlab qoldirib, bu yerdan mana yuklab olasizlar pasportingizni. Pasport xuddi shunaqa tartibda bo'lishi kerak bo'ladi va buni telefon yoki kompyuterdan tanlab qoldirib yuklab, mana bu tugmani bir marta bosib olasizlar. Do'stlar, hozir men o'zimning pasport ma'lumotimni yuborib bo'ldim. Endi sizlarga hozir qanday qilib MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 ni qo'shishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun mana asosiy My Accounts bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan so'ng biz mana profilimizda mana bu tugmani bir marta bosamiz. Bosgan paytimiz qarang, bu yerda mana bizda server nomi berilgan. Bu server nomini nusxalab olasiz mana. Nusxalab olasiz. Nusxalab olganingizdan so'ng mana shu server nomini MetaTrader 5 ga kirib olib qidirtirasizlar. Ya'ni mana shu nomni yozadigan bo'lsangiz XNext broker kelib chiqadi va bu yerga mana sizning loginingiz bergan. Loginni misol uchun nusxalab olib loginni kiritasiz. Parolda esa sizlar ro'yxatda o'tayotgan paytdagi parolni yozib, hisoblaringizni MetaTrader 5 ga qo'shib olsangiz bo'ladi. Mana pul kiritish bo'limi bor. Mana pul kiritish bo'limiga bir marta bosasiz. Bu yerda mana hozir menda yopiq. Bu sababi hozir men pasport ma'lumotimni yubordim. Pasport ma'lumotimni ya'ni bir kunda tekshirib bo'lgandan so'ng bular ochiladi va pul chiqarish bo'limi ham bor. Pul chiqarish bo'limida ham misol uchun bemalol pullaringizni chiqarsangiz bo'ladi. Hozirda misol uchun Binance Pay'ga chiqarsa bo'ladi. Sizlar to'liq misol uchun pasportingizni tasdiqlab bo'lgandan so'ng bemalol Binance Pay'ga chiqarib olsangiz bo'ladi. Bular ham do'stlar keyinchalik ochiladi. Ya'ni sizlarning shaxsiy ma'lumotlaringiz tasdiqlangandan so'ng.
Do'stlar, hammaga omad. Qolgan brokerlarni ham havolasini video tagida qoldiraman. Bemalol savdo qilib borsangiz bo'ladi.